qarang. O'zi bu ko'chadan nima yuryapmiz? Hech yurmasdiki. Voy, tasodifan men eng yaxshi ko'rgan restoranga kelib qolamiz. Kiringlar. Tasodifan bo'pti-yu bir mayli, yur. Qonimiz ham ochib ketdi-yu. Yo'q, to'qida. Voy, tasodifan ideyaga kelib qolganimiz. Qarang, yirik kirib chiqaylik. Tasodifan, ha? So'radingmi, nima bo'layotgan ekan? Ideya tarixida hali bo'lmagan 99 ming so'mlik aksiya faqatgina bir kun 8-avgust kuni yuring. Shu xabar Samsung 6 kilolik yurish mashinasi oyga 99 mingdan ekan. 6,5 kiloligi ham bor, bu ham 99 ming. Primeri 12 talik zima leta konditsioneri ham oyga 99 mingdan. Garantiyasi bormi buni? Ha, invertor motorga 10 yil garantiyasi bor. Bunaqa bozorda ham, skladda ham olish kerakmi? Ko'tar. Umid aka, xolodilnik ham kerak edi. Hozir surishtirdim, mana Ko'nlinni 211 litrli barcha ranglarda bor ekan. Oyga 99 mingdan. Undan tashqari Cleon 225 litrligi bor ekan, u ham oyga 99 mingdan. Xrushtali Smart TV ham oyga 99 mingdan ekan. Oshxonaga bitta olaylik. So'nirni ham xrushtali Smart TV oyga 99 mingdan. Undan tashqari 55 talik, 65 talik, 75 talik, 85 talik Smart TVlar ham aksiyaga tushgan. Telefonlar ham olaylik. Aksiyada bo'lsa, men Samsung Galaxy A17, keyin men bu Oppo A5i bor ekan, Honor X6 bular nech puldan? Hammasi oyga 99 mingdan. Planshetlar ham bor, shulardan ham o'raveraylik. O'zi har doim rasxotli joyga olib kelasan, bu safarligi kerakli joyga rasxot qo'yamiz. Nimadir kerak bo'lsa olib kela olmaysan. Gasplit olaylik unda, Shivakiniki ham, Ferreniki ham, Artelniki ham oyga 99 mingdan. Aksiya faqat bir kun 8-avgust kuni bo'lib o'tadi. Ertalab soat 9 dan kelib hamma narsani olishimiz kerak. Voqli kelish shart emas, men eshitdim, oxirgi mijot ketguncha ishlanar ekan. Umid aka, odam rosa ko'p bo'ladi. Aksiyani ko'ryapsiz. Bu narxlar qanaqa arzon, o'shaning uchun bu narsalar qolmay qolishi mumkin. Ertalabdan kelmasak bo'lmaydi. Bo'pti, yur, ertalabdan kelamiz.